Har kuni ertalab uyg'ongan ayollarning birinchi fikri bugun nima ovqat qilay? Erining birinchi fikri esa telefonim qayerda? Mana shu global muammoni hal qilish uchun o'zim har kuni shirin ovqatlar videosini YouTubedan qidiraman. Blogerlarning har bir retseptida bitta umumiy qoida bor. Men hech bo'lmaganda bitta masalliqni umrimda ko'rmagan bo'laman. Video boshlanishida qovoq gulini qovuramiz. Qovoqni o'zi ham muzlatgichda yetim bo'lib yotibdi. Endi gulini ham yeyish kerak. Kokos suti qo'shamiz. Bizda kokos emas, kokosni rasmini ko'rmagan odamlar ham bor. Shuni o'rniga qatiqmi, suzmami qo'ysa bo'lmasmikan? Avokado bilan bezaymiz. Avokado faqat paketida nomi yozilgan magazinlarda bo'ladi. Uni narxini ko'rib oldida selfie tushgan rasmimni bir hafta istoriyaga qo'yib yurganman. Yana bittasi chiqadi. 4 kilogramm mol go'shtidan shirin ovqat qilishni o'rgataman. Kechirasiz, bu shirin emas, bu xavfli ovqat bo'ladi. Shuni tugatib qo'yganingiz uchun uydagilardan eshitgan shirin gaplaringizdan keyin mahallada go'shtxo'r degan nom chiqarasiz. Men o'zim xalqaro retsept o'ylab topdim. Shuni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Uni xohlagan yog'ingizda qovurib, ustiga xolodilnikda turgan 7 ta pomidordan 3 tasini to'g'rab olasiz. Qarabsizki, food blogerlar retseptini ko'rib oxirida tuxum qovuradigan kelin masiga a'zo bo'lasiz. Xalq pazandasi bo'lish uchun menga hoziroq obuna bo'ling. Pazandalarga jo'natib qo'yamiz.